Demak, apellyatsiya huquqim bor. O'zi umuman aytganda muammo mani o'sha yerga zapravkaga 109 ming so'm pulni naqdda to'lash bilan bog'liq edi-da. Men uni shu kecha kunduzda ham borib plastikda ham to'lab kelishim mumkin. Lekin asl muammo aynan mani to'lov bilan bog'liq shu masala doirasidagina emas-da. Bu muammo yoki shu yergacha yetib kelishimizning bosh sababi biz yaqinda xalqimiz, butun xalqimiz iroda qilib qabul qilgan yangi konstitutsiyamizdagi kafolatlar, xalqimiz ishongan, xalqimiz ergashgan va xalqimizni ergashtirganlar bor. O'shanga nisbatan bo'lgan muqaddas hujjatga bo'lgan ishonch amalda qanchalik ta'minlanyapti? O'sha qonunni qoidalarini amalga oshirish uchun qonunlarda, konstitutsiyaning qoidalarini amalga oshirish uchun qonunlar va konstitutsiyada davlat idoralari bilan bab-baravar xalqimizga, fuqarolarga berilgan huquq ham o'zi amalda ishlaydimi degan masalani qanchalik aktualligi bilan bog'liqda va bu ba'zi joylarda ishlayotgandir boshqa huquqlar, lekin bu to'lov masalasi bu xalqimizni huquqida odamlar hammaning huquqi, har bir fuqaroni, chet ellikda ham huquqi. O'zimiz tan olgan milliy valyutamizni, bizni kerak bo'lsa faxrimiz bo'lgan shu qog'ozni, endi qimmatli qog'ozni bugun islohotlar deyapti ba'zilari rahbarlar xohishi deyapti. Ana shu xohish sababli konstitutsiyadan yuz burib turganligimizda bo'lyapti. Muammo shunda, muammo menda emas. Muammo Kusherbayev davlatga qarshi yo siyosatga qarshi deb aytuvchilarning gapi to'g'rilikda ham emas. Muammo Kusherbayevda ham emasdir. Muammo mana o'sha konstitutsiyaga, qonunga ishonganligimda. Menga maktabda konstitutsiya bosh hujjat deb, siz konstitutsiyani bilasizmi deb tanlovlarda o'tkazib, o'shanga ishontirishganida meni o'qituvchilarim. Muammo meni otamda, otam aytardi. Qonunga itoatkor bo'lish kerak. Shunda inson ko'karadi, shunda odamlar ishonadi. Shuni qoidasidan chiqmaslik kerak deb menga o'rgatib kelganligida, meni o'shanga ishonganligimda muammo. Agar meni shunday tarbiya qilishmaganida, istagan vaqtda bu rahbarlarning xohishi ekan deb tupur hammasiga, konstitutsiyaga ham boshqaga ham sanam suv qaqqa ketsa o'sha qoqib ketavergan, yuravergan, odamlar qiynalsa qiynalaversin, o'zing kayf yashayver, mazaq yashayver o'zing deb aytishib, men ham shunday tarbiya topganda balki muammo bo'lmasdi. Lekin men unaqa bo'la olmayapman. Va hammamiz umrimiz o'tyapti.